Minecraft, lekin men Bedrock'ta o'ynayman. Kim bilmasa Minecraft ikkita asosiy turga bo'linadi: Bedrock va Java. Bedrock telefon uchun mo'ljallangan bo'lsa, Java esa kompyuterga. Lekin Bedrock Minecraftni ham kompyuterda o'ynash mumkin. Tushunib turganingizdek, bugun biz Bedrock Minecraftda ajdarni yo'q qilmoqchimiz. Lekin bu bizning asosiy maqsadimiz bo'lmaydi. Biz bugun Bedrock va Javani solishtiramiz. Masalan, Bedrockda juda ham ko'p chanklar qo'yish mumkin. Chanklarning qanchalik ko'p bo'lishi siz o'ynayotgan qurilmaga bog'liq. Javada esa ancha kamroq chanklar bilan o'ynaysiz. Va menimcha farq sezilib turibdi. Bu degani Bedrock yutdi, ya'ni unga 1 ball. Shunday qilib biz ajdarni o'ldirguncha Bedrock va Javani solishtirib boramiz. Umid qilamanki tushuntira oldim. Aytgancha, sizga qaysi biri yoqadi? Bedrock yoki Java? Albatta yozib qoldiring. Xo'p, va nihoyat kirdik. Sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar qishloqni bu yerga kirishga ko'ndirish qanchalik qiyin bo'lganini. Jibul, bilasanmi, men Javada Bedrock o'ynash uchun qanchalik qiynaldim. Yo'lda meni atomlarga parchalab boshqatdan yig'ishga to'g'ri keldi. Yo'ldan maza qilib qishlog'imda. Muhimi shu yerdasan, endi sal bo'lsa ham kuchayib olaylik. Allaqachon tutishdimi? Sen qayerdan keling, suvni tagiga yo'qolsang bo'lmaydi. Aytgancha, Bedrock Minecraftda boltadan ko'ra qilich aniq yaxshiroq bo'ladi. Aytarding, nega bu o'lmayapti deb yotibman men. Ha, menimcha bu Bedrockda hayron qolishga hali ulguramiz. Bu nima, yiqilgan daraxtmi? Nega bu Javada yo'q? Yalmog'iz. Yarimtagina jonim qoldi. Menda ham shu qayiqqa o'tir surdik. Hozirgi paytda quruqlikka chiqish o'zini o'ldirishga teng. Buncha shoshilasan, sen ko'roq yashayver. Men aybim yo'q. Oho, bu tog'larda qarab bahaybatligini. Lekin menimcha bunday bo'lmasligi kerak. Javaga 1 ball. Hozircha teng ketyapti. Ana bu yerda buzilgan portal bor ekan. Ketdik. To'xta, hozir quruqlikka chiqmaymiz, ko'p o'lib ketamiz. Unday bo'lsa, kutamiz. Wow, mana buni qara, agar men quyoshga qarasam, u ko'zimni qamashtiryapti. Bunaqasi aniq Javada yo'q. 1 ball Bedrockka. Ehtiyot bo'l, bu yerda magma bor ekan. Bizda yarimta jon borligini hisobga olsak, bu juda ham xavfli. Dubuljon, voqma deydi senda. Oltin hali asqotadi. Bu yarimta jon bilan aniq ko'pga bormaymiz. Shuning uchun kechirasizlar. Steak seni oshqozonib so'rab qoldi. Ishonma, Steak aldashyapti. Wow, bu yerda ovqat yeyish animatsiyasi bor ekan, lekin nega meni jonlarim to'lmayapti? Animatsiya uchun Bedrockka 1 ball, Jonseka to'lganiga Javaga 1 ball. Yana sezgan darsam, bu yerda moblar juda ham ko'p paydo bo'lar ekan. Cheksiz ovqat to'plasa bo'ladi. Nega men taxta bo'lagiga o'xshab yuguryapman? Dahshat, Javaga 1 ball hoziroq. Hali ajdarni boshini olishimiz kerak. Yur, shuning uchun tezroq qishloq topaylik axir. Chopdik. Qiziq, Jokerning tuzoqlari Bedrockda ham bormikan? Buni tekshirib ko'ramiz. Ha, bor ekan. G'ijim Joker, biz oldin kelganmi? Negadir maxluqlar bilan urushib chiqib kelmayapti kechasi bilan. Shuning uchun yotoq yasayman. Va nega bu yotoq bu qadar dahshatli ko'rinyapti? Aga, bega, bal qo'shavermasang-chi. Ha, o'zim ham qo'shmoqchi emasdim bunga. Mayli, endi tezroq uxlash kerak. Yo'q, bu aniq Javanikidan chiroyliroq. Nima deb o'ylaysan? Bu yerda nezir qiyinroqmi yoki osonroqmi? Buncha shoshilding, hali boramiz, ko'ramiz, bilasan, pishasan. Menimcha esa osonroq bo'lsa kerak. To'xta, senga loyiha o'rgataman. Agar o'lib ketishingga sal qolsa, yotoqning oldida shartta qo'yib uxlab ol. Nezirda zo'r asqotadi. Baliq bo'lib ketdi, qachon bunaqa suzishni o'rganding? Bilmaysanmi, yo'yaman bu suzishni. Menda zo'r g'oya bor. Bedrock o'ynayotganimizdan foydalanish kerak. Qanday? Bu yerda chanklarni dahshatli darajada ko'p qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun daraxt chop. Qishloq topmoqchimisan? Ha, topdik. Qaranglar, so'zlamalarga kiramiz, u yerdan bo'lsa chanklarni topamiz va uni 76 tagacha qo'yish mumkin, ko'ryapsizlarmi? Va bu aniq Bedrockning plyus tarafi. Buncha chank bilan qishloqni topolmaslik qiyin masala. Faqat doimiyga buncha chanklar bilan o'ynash yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Seni bu olamga ulaydigan uskuna portlab ketadimi? To'g'ri, qishloq topdik, endi aniq ovqat muammo bo'lmaydi. Biz to'qmiz. Bu yana qanday omad bo'ldi? Lava ko'li. Lekin menda yomon xabarlar bor. Bu yerda samon bloklari yo'q ekan. Samon bloklar yo'q. Ha, bu yerda Javani ustunlik qildi. Lava ko'li yetmaganiga bu yerda avampost ham bor ekan. Ovqat deydi, men bular bilan hal qilamiz. Ko'p hammasini. Ha, Zumrad evaziga ovqat sotib oladiganga o'xshaymiz. Men ushla galemdan temir so'rab turdim qalqon yasashga. Bizga yog'och kerak. Sen o'zi bizdan kamonchi bo'lasan. Seni qo'ling biram g'alati qimirlayapti-ki. Zo'rda, bu nima kamonchi bo'lmadi? Qaysi go'rdagisi bo'ldi? Balki oldiroqga qo'yish kerakdir. Bo'lmayapti-ku baribir. Ha, Javada bunaqa muammolar bo'lmasdi. Voy nihoyat bo'larkan-ku. Endi tayoqchalarni sotish va ovqatni sotib olish kerak xolos. Tayyor. Menimcha bu
shuncha ovqat ajdarni o'ldirishga ham bemalol yetsa kerak. To'xtachi, qayoqqa? Yur lava ko'liga. Temir asdaqasiz bormaymiz-ku, yur qoqidiraylik. Mayli yur bo'lmasa. Ho'sh, mana qo'yan topildi, ye. Tezroq temirni kavlab nezirga survorish kerak. Nima uryapti meni? Yo'q, qor yaramas. Salkam o'yga uchib ketdi. Nechta temir kovladik? Menda 50 tacha bo'ldi. Qanaqa temir bu mag'luqlar meni hozir o'ldiradi. Ertaga kovlab ketaman shekilli. Nima bular devorda orasida uryaptimi? Qanaqa chitlar bo'ldi bu yana? Javada bunaqasi bo'lmasdi. Bo'ldi, chiqaveringlar, hammasini hal qildim. Sen men temirni ushlab pishir, ular meni urmayapti, yo'yaman borib. Bir stak? Yordam, urib olishdi, pandishga sandishga. Men shu yerdaman. Bu narsani yo'y. Yana bir so'nay kecha qolsang o'lardim. Qishloqqa menimcha men bir so'naga kecha qoldim chog'i. Muhimi sen qo'rqma, hammasi hali yaxshi bo'ladi. Nima balonlarni valdirayapsan? Sen xavotir olma, men seni albatta tuzataman. Nimadan tuzatasan? Nima bo'ldi? Gap shundaki, Nega qo'lim yashil? Bu zomiki bo'ldi. Nima bu menmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega seni miyangni yemayapti unda? Yo'q narsa, nimasini yeyman? shu holatingda ham hazillashaverasan. Nimani kutuvding? Sen yaxshisa boshga yemasan temirdan, men yo'masligimga. Yaxshi, yana menda bu yerda endi marvarid. Mana bosh kiyim ham tayyor, ma ushla. Qanday kunlarga qoldim-a? Qishloqqa endi mashhur xor qildi zombi qurg'ur. Shoir bo'lib ketay. Hamma narsani yasab oldik o'zimizga temirdan, endi nezirga olg'a. Hamma narsani baholab yuribsanmi? Albatta, lekin mana bu yerdan nega chiqolmayapman? Ko'lib aynib ketdi. Qara, yana bitta lava ko'li topdi. Zo'r-ku, qaytib ham o'tirmaymiz. Qurishni boshladik. Qara, bir marta o'rgataman. Portalni mana bunaqa speedrunchasiga qurish kerak. Vop, ko'ryapsanmi? Ana, ishni yarmi tayyor. Qolganichi, adashmasam shunday qilardi. Kalla qo'yding, unaqa emasdi. O'xshaydi, sen qil. Ana, men nima dedim? Azoblar bilan bo'lsa ham qurdimi? Endi esa shunchaki yondirgalka esa buni yoqish qoldi va biz nezirdamiz. Bunaqa rasul juda ham foyda bo'lmadi, qara. To'g'ri aytasan va yana hozircha Javadan farqini ko'rmayapman. Bizga aniq u yerga emas. Qayerga emas? U yerga emas. Ketdik. Bu yerda nima taxtadan qurgansan, kallak? Qara, bunaqasini bir marta ko'rsataman. Qanday qilding, cho'kaman. Bizga bu nezirdan marvartlar va olovli tayoqchalar kerak. Menimcha marvartlarni qayerdan olishni bilaman. Menimcha, menga shunday tuyulyapti-da endi. 3 blokka chiqish kamlik qiladi yo'q. Qanday kamlik qiladi? 2 blokda ham urisha olmaydi. Menimcha bulardan IQsi prakashga bo'lgan-ku. Haqga o'xshaysan, hozirgina qalqonim ko'rishdi, lekin hozircha hammasi yaxshi. O'rtaga tursa menimcha muammo bo'lmaydi. O'ylanadi, hozir o'ylaman. Yo'q, hozircha o'lmasam kerak. Qani qo'rq. 4 blok, 5 blok, 6 magma ko'p sekinmi bor. Bu shuncha balandga sakraysanmi yaramas. Jamoatjon bitta gaz kam edi. Bu yana nimasi bo'ldi? Lavada yurar ustida esa cho'chiqami deb o'ylabman. Ko'zima ko'rinibdi. Qara, taktika iti. Bu yoqda magma kubaysan, da indirmeni isadi. Yo'yamiz. Va nihoyat o'ldirdim. Hech narsa tushmadi. Yaramaslar. Bularda nega urayotganingni deb teleport bo'laveradi. Bu shunchaki odamni ko'nglini aytyapti. Har bitta zarbadan keyin teleport qilishyapti. Bu borada aniq Java yaxshiroq edi. Yana aytishingiz mumkin, nega qayiq ishlatmayapsizlar deb. Sababi oddiy, bu yaramaslar qayiqdan ham teleport qila oladi. Grastlar ham jo'ga tegdi. Shaqol va nihoyat bu abadiy davom etadigan-ku. Vallanatib men zombi cho'chqani urib yubordim. Bo'ldi, bala, sen o'lding, o'zingni ko'p. Mayli, unutmayman seni. Bizning azoblarimiz o'z nihoyasiga yetganga o'xshaydi va nihoyat 15 ta bo'ldi, bu aniq yetadi. Qo'sh, hali nezirda sayohatimiz tugagani yo'q. Olovli tayoqchalar jur qizil qala qidirib olg'a. Vop, ketdik. Qanday o'tdik? Shunchaki yugurib o't. O'lmasi kerak-ku. Sen menga ishon. Mayli, qani ajlanadi.
yetishtirdim. Deyarli yetib kelgandiki. Mana qilich. Sen esa qo'rqma, deyarli og'rimaydi. Birinchi tayoqcha tayyor. Qo'sh, ko'mircha bo'lmaydi desang. Uchgacha sanab hujumga o'tamiz voy la'nati o'zlari kelishdi-ku. Nima, bular quvlashadimi? Tayoqchalar deyarli har biridan tushyapti. Vop, Bedrockga bal. Endi menimcha tayoqchalarni yig'ish osonroq bo'ladi. Bu tayoqchalar to'kilyapti-yu, xuddi ular tushidek. Endi shunchaki portalimizni qaytib topish qoldi. Mazza. Bu nazar Jafarikidan ancha dahshatli ekanini yana bir bal. Men qattaman, kimman men qayerga yuray voy. Endi shunchaki ko'zlarni yasab yo'lga otlatsak ham bo'ladi. Bizda kamon bor, yo'q, ajdarni o'ldirishga kerak bo'ladi. Ya'ni qishloqlar bilan yana savdolash kerak demoqchimisan? Topdik. Uylarni bo'laklarga bo'lamiz-da, o'zlariga sotamiz. Biznes shafqatsiz narsa uka. Aytma, juda shafqatsiz. Ana endi tayyormiz, yo'l boshla. Bedrockda F3 tugmasi yo'q-da, Javada esa bor edi. Bir bal. Bir joy uchun juda ham ko'p anomaliyalar qochish kerak. Atmosferani qara, naqadar hammasi chiroyli ko'rinyapti. Krasota lepata. Meni gale quvlayapti, yuguryapti orqamdan. Voy! Aynan kirkam yo'q edi. To'xta, biz nima bo'lsa ham to'xtamasdan maqsad tomon olg'a intilishimiz kerak. Nega to'xtading unda? Ketdik. Qayiqqa o'tar, qanaqa drift qilish kerakligini o'rgataman. Qarang ko'raylik-chi. Mana! Gap yo'q. Ozgina montaj qo'shsak. Yetib keldik cho'g'i, ko'z yeri ko'rsatyapti. Ehsindi. Manzildamiz. Xeravret! Zombie aka adashdim. O'xshadi-da. Endi kerakli xonani topish bilan muammo bo'lmasa bo'ldi. Negadir ichki hissiyotlarim menga mana shu yerga tush kerakligini aytyapti. Ko'raylikchi aldashmayaptimikan? Aldashmayapti. Ichki hissiyot edi, kechiromi chitmasmi? Bo'l, oxirgi ko'zni qo'y. Sen borib yotoqqa bosib kel. Xo'p, mayli. Faqat portalni aktivlashtirma demoqchi edim. Men buni videoga olmoqchi edim. Sen bunga qara, go'zallik qo'ydun. Ha, Javanikidan ko'ra chiroyli. Bunga ham bir bal. Shunga ham balmi? Hozir tenku to'g'rimi? Ajdar bilan jang hammasini hal qiladi. Yaxshi, menga ham non ber. Rahmat. Xo'sh, Ajdar, sen hozir Bedrockning so'nggi umidisan. Qaysi biri zo'rroq bo'lib chiqadi? Hammasi senga bog'liq, tushundingmi? Men yo'rmas Ajdar. Eshitdi shekilli meni. So'qoy, qachon men bular go'ja qiyshog'imsan tuzgroq qo'y. Bu yerda endirmenlar ham, Ajdar ham chatoq-ku. Yo'yami sen? Qo'rqma. Shafqatsiz Ajdar ekan. Narsalarimiz qo'lda injimasa. Voy jonim. Bu Ajdarni qanday o'ldiramiz? Hayronman. Ajdar men tarafga kelyapti shekilli. Yo'q, marfarat. Qutqara olmadi. Menimcha shunisi oxirgi kristal shekilli. Yo'q, faqat bu safar ham o'ldirma. Yarimta jon. Tushundim. Bu Ajdar aqldan ozgan. Yana bu gaplaringni ham eshitgan. Kirshas ketdi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Va nihoyat kristallar tugadi, endi o'zini yo'q qilamiz. Obbo, boltasini endi nima bilan uraman? Xo'sh, yondirgalka yo'q bo'lmaydi. Kartoshka nima? Ha, kirkak, shuni ham uroni bor. Qochibdi, kirka bilan solaman sen yaramasni. Bu ham yetib keldi. Qishloqqa endi o'zing bir nima qil. Sen menga ishon, meni qilichim bor hali. Hech narsa emas, ozginagina joni qoldi. Mana yo'yaman, bu yoqqa pochoq bo'ldi. Ishi xo'sh. Biz buni uddaladik, aqldan ozga Ajdarni o'ldirdik. Boshlagan joyimizga qaytdik. Yarim o'lik qoldi bo'lsa ham de. Mayli do'stlar, menimcha bugun Bedrock g'alaba qozondi. Lekin bu hech narsani anglatmaydi. Siz o'zingizga yoqqanini pastga yozib qoldiring. Java yoki Bedrock. Java.